ish jarayonimiz juda yaxshi ketyapti. Xuddi biza bergan proyekt bo'yicha ketyapti. Mana proyektimiz. Bemalol solishtirib ko'rsak bo'ladi. Joyida biriga bir. Stumlarimiz qolgan, stumlarni ham adamay oxiriga yetkazadi remont qilib. Bu tomonimiz aytib o'tmoqchi bo'lganim, mana bu tiyagalar bo'yicha ko'p savollar bo'ladi. Mana shu tiyagalarni shtika turkani o'zidan oxay qo'shmasdan, chesta shtika turkani o'zidan zo'r qilib chiqarsa ham bo'ladi. Yaxshi tomonlari ertaga boshqa material yopishtirilsa, to'kilib tushib yotishi mumkin, lekin bular bo'lsa richni bular mustahkam. Uncha-munchaga tushmaydi. Obyektimizning tashqi ko'rinishi, bu yerda ham ishlarimiz juda yaxshi ketyapti. Bizning loyihamiz o'sha kolonnalar mana qo'yilgan. Yana videoda qo'yib boramiz. Bitgan holatini ham bizning proyekt bo'yicha biriga bir qilib chiqaryapti. Ichkarida kirib kelganda katta uyimiz va mana bu yerda hayvonimiz ichiga xuddi mana shunday holat bo'ladi. Darvozaxona kirganda mana shu tomonga letni oshxona, mangal, pangal. Katta uyimiz. Ishga turkasi pashti bitgan.